Usmonov. Bokoviy sudya, yon hakamlar Avazjon Yakubov, Rustam Alimajidov и Anvar Mahkamov. Категория 69 килограмм. Birinchi bo'lib ko'k burchakka siniy uгол приглашается файтер, представляющий Tojikiston, Baxtovar Sagizov. Baxtovar Sagizov, Tojikiston vakili dastavval ringga chiqdi. Kutyapmiz, albatta kutyapmiz. Birinchi o'rta vazn toifasida bo'lib o'tadi mana shu jang. Красный угол. Qizil burchakka приглашается O'zbekiston Qo'qon Farg'ona vakili eng zo'ri Abbosxon Yo'ldoshev. Abbosxon Yo'ldoshev eng zo'ri taqalasini o'ziga xos tarzda olganda ringga chiqib kelmoqda. Mana bu bokschimiz Qo'qon shahridan, Farg'ona viloyatidan. Hamkasbimiz, muxbirimiz Savdas Qurbonovga bergan intervyusi barchani shu qoldirgan edi. Telekanalimizga xabarlar informatsion dasturiga o'shandan so'ng Abbosxon Yo'ldoshev boksdagi o'zining yangi davrini boshladi. Eng zo'ri nomi bilan Ahmad boksingda qatnashgan jangida yorqin jangchimiz zarbalarga dosh bera oladigan va raqiblarga ham duchor bo'ldi. Faoliyati barqaror emas, lekin baribir o'ziga xos bokschi Abbos. Samimiy inson, oddiy bolakay, ajoyib bokschi. Официальное представление бойцов и первый боксер синий угол Кокбурчак. Ему 28 лет. Его рост 1,72 сантиметра, вес 69 килограмм ровно. Он мастер спорта и трехкратный чемпион Таджикистана по боксу, призер чемпионата Азии по боксу. Представляет школу бокса Кулап Таджикистан Baxtovar Sagizov. Qizil burchak
hamyurtimizning yoshi 26 da, bo'yi 170 cm, og'irligi 69 kg. Он мастер спорта и чемпион Узбекистана по боксу, представляющий Окtam Boxing Farg'ona Qo'qon, O'zbekiston. Eng zo'ri Abbosxon Yo'ldoshev. O'ktamjon Rahmonov uning murabbiyi. Aynan murabbiyga tarafi o'ziga xos bo'lgan. Ko'ramiz, kuzatamiz, omad tilaymiz bokschimizga. Abbosxon Olg'a Yo'ldoshev. Jang boshlandi. O'rta masofada har ikkisi vaholanki tojikistonlik bokschi bo'ydorroq, unga qulayroq mana shu masofa. Chog'itishga, qimirlatishga harakat qilyapti, yaxshi kirib bordi Abbosxon. Chap qo'lda zarba yo'llashga erishdi. Murabbiyning ko'rsatmalarini eshityapsiz. On qo'l cross o'tyapti. O'tyapti va javob qaytarish ko'rinib ko'rdi. Tojikistonlik raqib yana chalg'ityapti, qimirlashga majbur qilyapti Abbosxon. Kutyapti, qimirlamayapti. Masofani qanday his qilyapti Yo'ldoshev. Chap qo'lida kerakli paytda mana shu zarbasini yo'llayapti. Chap. Joyda turib qolyapti Abbosxon. Zarba o'tkazib yubordi. Yana joyda turib qoldi. Darhol murabbiydan tanbeh eshityapti. Yana zarba o'tkazib yuboryapti. Faollashdi. Baxtovar Sagizov. Tajribali bokschi ko'rinib turibdi Baxtovar. Qo'l cross o'tmadi. Yana bir qo'l cross. Yaxshi kombinatsiya Zagizovdan. Ancha faollashdi. O'tkazyapti zarbalarni. Ko'p zarba qabul qilib olyapti Abbosxon. Ko'p haddan tashqari. Raundning ikkinchi yarmi tojikistonlik bokschi foydasiga yoziladi. O'ziga kerakli bo'lgan masofani ushlab olyapti. Baxtovar juda yaxshi o'tkazmoqda. O'ktamjon Rahmonov o'tkazmayapti hozir Abbosxon. Uni o'ziga tezroq kelib olish uchun, qon tana bo'ylab aylanish uchun raund avvalida juda yaxshi his qilayotgan edi. Ammo keyinchalik Baxtovar o'ziga kerakli bo'lgan masofani topib oldi. Va zarbalar o'tdi, ko'ryapsiz mana bu takroriy lavhalarda ham. Qolib ketish kerak emas.
O'sha raqibga qulay bo'lgan masofada. O'tyapti Baxtiyorning zarbalari, o'tyapti. Chalqanchani shunday keng zarbalari va ruhlangan holda hozir oldinga tashlanyapti Baxtiyor. Qoringa ham hozir zarba yo'lashga erishdi. Qarama-qarshi zarba. Lucky punchga tayanadi menda Abbosxon. Yaxshi, hozir jigariga aniq zarba yo'lashga erishyapti. Ammo qolib ketyapti ana shu masofada. Qo'llar pastga tushgan holda. Ko'rmadim hozir qanday kombinatsiya almashinuvi bo'lganligini. Ikkinchi zarbani yo'llashga imkon bermayapti Baxtiyor. Har safar ana shu qimlashga majbur qilgan payti. Mana bu qo'l zarba endi oxiri. Murabbiyga quloq solish kerak. Shu kombinatsiyani tanaffus vaqtida tushuntirgan edi. Raundlar oralig'ida o'tyaptimi, bajarish kerak. Abbosxonda zarba bor. Yana bitta zarba jab qoringa. Chap qo'l yon taraflama zarba. Og'dirdi raqibni, lekin zarba yo'llamadi. Boshni past eggani yo'q, qat to'qnashuv bo'ldi, lekin zarba va klinch. Yana kombinatsiya Baxtiyor. Uzoqroq masofani tanladi endi Abbosxon. Biroz uzoqroq masofa. Jab qoringa. Chap qo'l yon taraflama zarba. Oyog'i chalqashib qoldi. Hozir joy turib qoldi. Islom Tursunboyev ham ko'rsatmalar beryapti hozir ring chetida. Ikkinchi ogohlantirish. So'nggi 10 soniya. O'tdi mana zarba, yana bitta kuchli mo'ljalga boryapti. Keyin joyda turib qolib ketmoqda. Ikkinchi raund yakuniga yetyapti. Endi o'tirish kerak. Endi stul kerak. Mana o'sha cross. Javob ham qaytdi. Qaytimi bor edi bu kombinatsiya. Raqib bitta zarba bilan kifoyalanmayapti. Mana shuni inobatga olish kerak. 3-raund. Darhol oldinga tashlanyapti. Qo'l baland ko'tarilgan holda biroz qo'l tushib ketyapti Abbosxonda. Abbosxonni qo'llab-quvvatlashyapti. Chap qo'l yon taraflama zarba amalga oshirishga harakat qilib ko'rdi. O'ng qo'l cross. Abbosxon ochiq jangga kirishga tayyor. Klinch. Ikkita uppercut zarbasi va chap qo'l yon taraflama zarba amalga oshirishga urinib ko'ryapti. Chap qo'l.
Biroz himoyaga tegdi. Mana endi aniq mo'ljalga boryapti. Zarbasi Abbosxon tavakkal qilyapti. Jon jahdi bilan oldinga borishga urinmoqda endilikda. Og'dirdi, kutib olmadi. Faqatgina kutib olmadi mana bu vaziyatda. Raqib tashlangan holatda. Ko'rib turibdi. Aqlli tajribali bokschi, jigar va bosh o'tyapti. Shohona kombinatsiya. Bu vaziyatda Abbosxon ijrosida. Qaytmayapti ortga. Va ketdi yana. Jab qoringa onqol cross. O'zi ham o'tkazib yuboryapti zarbani. Qo'llar pastga tushgan, chorlayapti. Oyoq harakatlar, chap qo'l cross o'tmayapti. Mana bunday zarbalar mashinuvi boshlanib ketdi bu vaziyatda. Ha, boshqacha 3-raundda shiddat bilan o'tkazyapti raundni. Abbosxon Yo'ldoshev. Ikkinchi keskin ogohlantirish. O'ng qo'l nega? Chap qo'l ishga solinishi kerak edi hozir. O'tmayapti. Sagizov. Hyperkot zarbasi o'tdi. Tutib oldi raqibini. Jab cross havoda qolib ketyapti afsuski. Afsuski mana bu zarba havoda qolib ketmoqda. Bal olib tashlamoqda. Bunday yakuniga yetish kerak emas edi jang. Baribir qiziq jang, yaxshi jang. Men referimiz tajribali, shubhasiz, ajoyib, lekin professional boks imkoniyat berilishi kerak edi. Ushbu jangda texnik nokaut qayd etildi. Победу TKO texnicznym nokautem одержал eng zo'ri $100 Abbosxon Yo'ldoshev. Ehtiroslar. Takrorlab qoladi. Agarda tojikistonlik bokschi jilaniyasi bo'lsa, revansh ham qilib beraveramiz. Islombek, revansh qilib beramizmi? Revansh qilishdan oldin face to face ham qilish kerak-da bunda. Yo'q, o'tamiz Islombek. Hozir tojikistonlik jangchimiz endi har qalay mehmon, ozgina недовольный bo'lyapti. Tushunmovchilik bo'lib qoldi. Revansh, бросаешь вызов?
Qatol sudyaning На следующий turnir. Abbos, endi to'xtab tur. Abbos qabul qilasan? Assalomu alaykum. Vizbizni qabul qilaman. Men mana kutmagan edim, o'zlar soch tashlab to'xtatib yuborishdi. Endi bilmadim nimaga. Lekin vizbizni qabul qilaman. Xolasangiz keyingi Ali promotion keyingi ligasida xolasangiz agar boshqatdan ishlaymiz. Все, face to face. Ali Boxing Promotion keyingi musobaqasida Baxtavor Sagizov, Abbosxon Yo'ldoshev. Ha, Abbosxon endi ketmay turasan, mikrofon sanga, hamma kamera sanga qarayapti. olqishlashyapti Tojikistonga. Yaxshi jang o'tkazdi. Men barcha muxlislarimizga, Farg'onaliklar, O'zbekiston xalqiga kattakon rahmat va bizga mana shunchalik sharoitlar qilib bergan tashkilotchilar, rahbarlar va siz aziz muxlislar, hammalaringga kattakon rahmat. Endi nakaunt qilolmadik, keyingisida Xudo xolisa mana o'zimiz tashadi, qabul qildik. Keyingisida ko'ramiz endi. Mayli hozir lekin zo'r ketib turgan edi, shiddatli. Mayli endi soch tashlab yubordilar, bilmadim nimaga. Lekin qalay, yoqdimi? Jang. Hammalarga kattakon rahmat. Menga shunchalik sharoit yaratib bergan ota-onamga kattakon rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin, baxtingiz sog' bo'linglar. O'ziga kelib olgan Abbosxon Yo'ldoshev, g'alaba muborak. Rahmat. ana vaja. İkkita asosiy jangimiz qoldi. Ikkita asosiy jang. Jangga navbat berishdan oldin 20 sekund vaqtinglarni olaman. Hozir vнимание всем на экран. Hozir hammamiz ekranga qaraymiz. Ana ketdi. Hurmatli